Haydovchi Ada taksi ilovasining haydovchilar uchun qo'llanmasi. Ilovani yuklab olish. Play Market yoki App Store ga kiring. Ada taksi haydovchi deb qidiring va ilovani yuklab oling. Ro'yxatdan o'tish. Ilovaga kiring, GPS ni yoqib qo'ying va tilni tanlang. Telefon raqamingizni kiriting. Telefoningizga kelgan SMS kodni kiriting. So'ng ismingiz, familiyangiz, tug'ilgan sana va jinsingizni kiriting. Haydovchilik guvohnomasining old va orqa tomoni hamda uni ushlagan holda rasmga tushib yuklang. Avtomobil ma'lumotlarini kiritish. Davlat raqami, avtomobil rangi, markasi va modelini kiriting. Sizda mavjud bo'lgan qo'shimcha xizmatlarni tanlang. So'ng texpasport old va orqa tomonini kiriting. Avtomobilingiz old, orqa, chap va o'ng tomonlari rasmini kiriting. Qatnov yo'nalishingizni tanlang va saqlash tugmasini bosing. Admin ma'lumotlaringizni ko'rib chiqib, tez orada tasdiqlaydi. Buyurtmani qabul qilish. Yo'nalish va safar vaqtini tanlang. Shunda ushbu yo'nalishdagi barcha buyurtmalar sizga ko'rinadi. Buyurtmani qabul qilishdan oldin buyurtma manzillari va ma'lumotlari bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Buyurtmani olish uchun qabul qilish tugmasini bosing. Faol buyurtmalaringizni mening buyurtmalarim bo'limiga o'tib ko'rishingiz mumkin. Ko'rsatilgan manzilga yetib borganingizda keldim tugmasini bosing. Mijoz yoki jo'natmani olib, yurish tugmasini bosganingizdan so'ng mijozni yetkazish manzili xaritadan ko'rinadi. Mijozni ko'rsatilgan manzilga eltib qo'ying va yakunlash tugmasini bosing. Hisobotlar bo'limi. Ilovaning menyu qismidan daromad bo'limiga kirish orqali kunlik, haftalik va oylik hisobotlarni ko'ra olasiz. Qo'shimcha savollar yoki murojaatlaringizni menyudagi qo'ng'iroq qilish yoki mutaxassisga yozish bo'limini tanlash orqali amalga oshirishingiz mumkin. Ada taksi. Yo'lga chiq, yo'ldan chiqma.